Joriy yilning 1-2 may kunlari Prezidentimizning Xorazm viloyatiga tashrifi davomida qishloq xo'jaligi sohasida ham bir qancha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Ana shundan kelib chiqib, viloyat fermerlari kengashi rayosati a'zolari barcha dehqon mirishkorlarga murojaat qildilar. Xonqa tumanida yana shunday tadbir haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Mazkur murojaatda davlatimiz rahbarining fermer va dehqon xo'jaliklari oldiga qo'ygan asosiy vazifasi ifodalangan. Masalan, gektarga paxtadan 50, g'alladan esa 80-100 sentnerdan hosil olish orqali daromadlarini oshirish, shu bilan birga viloyat aholisini arzon va sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashdir. Tadbirda buning uchun qanday ishlash kerakligi, g'o'za va g'alla parvarishida agrotexnikalarni vaqtida bajarish lozimligi, sohaga ilm, innovatsiya bilan yondashish zarurligi ta'kidlandi. Fermer xo'jaliklar kengashi rayosati bütün viloyat fermerlarına bir murojaat bilan chiqdilar. Mana hozir fermer xo'jaliklari shu murojaatni tingladik. Berilgan topshiriqlarni bajarish uchun bir yo'nalish bo'ladi. Bu hurmatli prezidentimiz tomonidan berilgan barcha topshiriqlar hamda fermer xo'jaliklari kengashi rayosati tomonidan qilingan murojaatlar albatta qilib bo'lmaydigan ish emas. Menga faqat izlanish, intilish, fidokorona mehnat talab qiladi va innovatsion texnologiya texnikalarni joriy qilish bilan birga erishish mumkin albatta. Muhtaram Prezidentimizning topshiriqlarına asasen bize fermer xo'jaligimizda 2024-yilda quyosh panel elektrostansiyaları yordamida suv tejovchi nasoslarni ishlatishga erishganmiz. Hozirgi kunda 200 kilovat quyosh paneli qurib, energiya tejovchi nasoslardan foydalanib kelyapmiz. Hozirgi kungacha o'zimizdan ortgan elektr energiyani sotgan hisobimizda 70 million pul mablag'ini hisob raqamimizga tushirib berdi. Ishtirokchilarga Xonqa tumanidagi Vaysiyos Qahramon fermer xo'jaligi dalasidagi yangi tajribalar haqida ma'lumot berildi. 78 Xitoy navini ektik plyonka 76-10 sxemasida. Buni afzalligi juda ko'p ekan. Buning ichine texnika girmaydi, yagona qilinmaydi. Bir operator bilan hemen agrotexnikası bajariladi. Bugün şu tecrübemizni tumandagi fermer xo'jaliklaridan ko'rsatdik. Mana ko'rib turibsiz, paxta 4-5 chimbarik chiqardi. Bir 10 kun, 15 kun oldilab ketdi-da. Bugungi fermer yangi texnika, texnologiya intilishi kerak. Zamon bilan ham nafas bo'lishi kerak. Ana shunda prezidentimiz aytgandek, hosildorlikka erishamiz. Bundan 70 sentner, 80 sentner ko'zlayapmiz. Albatta, yuqori hosildorlikka erishish uchun fermerdan o'ziga yarasha mehnat va izlanish talab etiladi. Xorazmlik fermerlar bu borada harakatni boshlab, yig'im-terim paytida mo'l hosil va yuqori daromad ko'zlayaptilar.